mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish va yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ta'lim xizmatlarining ochiqligi va sifati masalalariga davlat tomonidan alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Kasbiy ta'lim agentligi tomonidan kuni kecha Qashqadaryo yuridik texnikumida Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatidagi texnikumlar direktorlari ishtirokida seminar-trening bo'lib o'tdi. O'tkaziladigan seminarimiz muhtaram prezidentimizning farmon va qarorlari, uning mazmun mohiyati hamda yaqinda mana O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi tasdiqlandi va mana shu strategiyadagi davlat dasturida belgilangan vazifalar, ularni demak aynan kasbiy ta'lim sohasida qo'yilgan vazifalarni ijrosini qanday ta'minlaymiz? Uni mazmun mohiyati nimadan iborat? Va bunda aynan texnikum direktorlarimizni ishtiroki qanday bo'ladi? Mana shu nuqtai nazardan bugun respublikamiz bo'ylab 6 ta hududda barcha texnikumlarimizning direktorlari uchun o'quv seminarlar o'tkazilyapti va bu bir vaqtning o'zida demak davom etadigan seminarda demak aynan birinchi mavzu islohotlarning mazmun mohiyatiga qaratilsa, ikkinchisi bu kasbiy va shaxsiy rivojlanish strategiyalari, undan tashqari boshqaruvdagi direktorlarni demak ko'nikmalari qanday bo'lishligi haqida moderatorlarimiz, trenerlarimiz u yerda yig'ilgan o'sha direktorlarimizga kerakli bilim va ko'nikmalarni berishadi. O'ylaymizki, bu o'tkazilayotgan o'quv seminar aynan direktorlarimizni hozirgacha qilgan ishlarini bir sarhisob qilib olish va undan keyin aynan mana shu normativ hujjatlarda belgilangan vazifalar kasbiy ta'limni keyingi bosqichga olib chiqadigan islohotlarda o'zlarini rejalarini qaytadan ko'rib chiqishga va belgilangan vazifalarni sifatli va aniq bajarishda o'z pozitsiyalarini bildirishlariga yordam beradi. Seminardan ko'zlangan maqsad O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida ustuvor yo'nalishlar bo'yicha islohotlar dasturlari va O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi to'g'risidagi farmoniy ijrosini ta'minlash maqsadida kasbiy ta'lim tizimida amalga oshirilishi belgilangan islohotlarning mazmun mohiyatini texnikum direktorlariga tushuntirish hamda ularning boshqaruv salohiyatini oshirishdan iboratdir. O'zim ingliz tili o'qituvchi bo'lganim uchun 2012-yildagi qabul qilingan 1875 qaror asosida ingliz tili o'qituvchilarida shu juma kungi tadbirlar, o'qishlar, seminar, treninglar asosida tajriba bor edi. Shu to'plangan tajribalar asosida 25-yil to'liq yanvardan to o'quv yili oxirigacha ingliz tili fani o'qituvchilari o'rtasida kasbiy rivojlanish kuni va kasbiy rivojlanish soati tadbirlari bo'lib o'tdi. Yangi o'quv yili sentyabrdan boshlab barcha fan o'qituvchilari uchun bu tadbirlar tatbiq etib kelinyapti. Ma'lumki, bugungi kunda respublikamizda milliy ta'lim tizimimizda juda ko'p islohotlar olib borilyapti. Buni mana bugungi tadbir misolida ham ko'rishimiz mumkin. Aytishim mumkinki, o'quvchi yoshlarni, talabalarni o'qitish bilan birga ularda hayot davomida uchraydigan hayotiy ko'nikmalarni ham rivojlantirishimiz kerak ekan. Bugungi treningdan maqsad rahbarlarni kasbiy rivojlanish kunida nafaqat kasbiy rivojlanish, rahbar sifatida ularning hayot davomida shaxsiy rivojlanishlari uchun ham mazmunli bo'ladi degan umiddaman. Yuqorida ko'rdingiz, fikr almashdik. U teshik kulcha metodi edi va hozir esa hayot muvozanati g'ildiragi. Ya'ni rahbarlar har qanday inson hayotida o'z vaqtini to'g'ri taqsimlash va kun davomida reja qo'yib, kun yakunida o'z rejasi ustida refleksiya qilish, ya'ni xulosa chiqarish. Men kecha nimani maqsad qilgan edim va endi shu maqsaddan qaysi birlariga erishdim deb rejasi ustida o'ylab, xulosa qilib, keyingi kunga yana yangi reja tuzish kerak. O'ylaymanki, bugungi kun yakunigacha boshqa fanlardan ham oladigan bilimlari bu rahbar kadrlarni keyingi faoliyatlarida o'z ustida ishlashlari, jamoa bilan munosabatga kirishlarida foydali, manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Treningda jami 105 nafar ishtirokchi qatnashdi. Dars o'tish jarayonlari esa 3 guruhga bo'lingan holda 3 nafar moderatorlar tomonidan shaxsiy va kasbiy rivojlanish tamoyillari, jamoani boshqarishning samarali usullari, kasbiy ta'lim islohotlarini boshqarish strategiyalari mavzularida seminar trening o'tkazildi. Sizlar o'zingizni faol ishtirokingiz faqatgina 1 soat
moderator gapirishi emas, balkim prezidentimizni shu farmon va qarorlarida, murojaatnomalarida va mana shu davlat dasturida kasbiy ta'limni rivojlantirishga berilayotgan e'tibor va u yerdagi belgilangan vazifalar yuzasidan siz uni qanday ko'ryapsiz va o'zingizni ish faoliyatingizda uni qanday joriy qilmoqchisiz? Mana shu haqidagi fikrlaringizni bo'lishlaringizni istagan bo'lardim. Ya'ni bu yerda faol bo'lish, faqatgina eshituvchi bo'lib 1 soatdan 3 soat vaqtimizni shunchaki besamar o'tkazmaslik, balkim demak shu jarayonda o'zingizni maqsadingizni bersangiz, shunda yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Sevimli yozuvchilarimizdan O'tkir Hoshiyevning zo'r bir gapi bor. Men uni oldindan bir o'zim uchun bir hayotiy shior qilib kelaman. Menda bitta tanga bor, sizda bitta tanga bor. Bir-birimizga almashsak ikkalamizda ham baribir bittadan tanga bo'ladi. Lekin sizda bitta fikr bor, menda bitta fikr bor. Agar biz bir-birimiz bilan almashsak ikkalamizda ham ikkitadan fikr bo'ladi. Ya'ni biz bu yerda har bir guruhda 30-35 nafarlik fikr egalari bo'ladigan bo'lsak, biz tasavvur qiling, 35 ta fikr va o'sha 35 ta fikrni ham qaysidir joylarda kesishadigan, qaysidir joylarda demak tortishadigan nuqtalari bilan fikrlashamiz. Shuning uchun o'ylaymanki, bugungi seminar trening o'quvida prezidentimiz belgilab berayotgan, bizdan umid qilib, aynan kasbiy ta'lim alohida ustuvor yo'nalishda ko'rsatilyaptimi? Demak, bizga katta e'tibor, katta ishonch bor va mana shu ishonch, e'tibor bilasiz, bir beriladi, undan keyin yana qaytib aylanib kelgungacha ancha vaqt o'tadi. Shu berilgan vaqtda foydalanib olishimiz va u yog'iga bitta yo'nalishga tushib olib, faoliyatimizni rivojlantirishimiz kerak bo'ladi. Umid qilamanki, bugungi kunda barchamiz uchun manfaatli va foydali bo'ladi degan umiddaman. Davlatimiz rahbari tomonidan ishlab chiqilgan dastur istiqbolimiz taqdirini hal qiluvchi muhim va yangi davr bosqichini ifodalovchi milliy g'oyaga aylanmoqda. Xo'sh, strategiya nima? U xalqning maqsadlarini qanday ta'minlaydi? Tanlangan maqsadlarning istiqbollari nimalarda namoyon bo'ladi? Strategiya bu ta'limotni izlash, ifodalash va rivojlantirish tizimi bo'lib, u izchillik bilan va to'liq amalga oshirilganda uzoq muddatli muvaffaqiyatni ta'minlaydi. 21-asrga kelib strategiya tushunchasi ancha kengaydi. Strategiya deb dunyo miqyosida va davlat ichki hayotidagi iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy hamda boshqa sohalarda vujudga kelgan inqiroziy vaziyatlarni prognozlashtirish va bartaraf etishga qaratilgan boshqaruvni tashkil etish masalalariga doir tushunchalarni qamrab oladi. Shundan kelib chiqib, davlat strategiyasi bir-biri bilan o'zaro bog'liq, lekin alohida xususiyat kasb etuvchi ko'plab tushunchalarda ifodalanadi. Hurmatli kasbiy ta'lim agentligining texnikum direktorlariga o'tiradigan jamoani boshqarishning samarali usullari o'quv seminaridamiz. Bu seminar davomida biz direktorlarimizga jamoani boshqarish usullari, ularga qanday motivatsiya berish, rag'batlantirish va shu bilan birga jamoani boshqarishda va ularga qo'yilgan talablar bo'yicha ularni qanday amalga oshirish bo'yicha o'quv seminarlarida ishtirok etib turibmiz. Bu seminardan ko'zlangan maqsad ertaga mana shu direktorlarimizni o'sha boshqaruvdagi xatolarga yo'l qo'ymasligi, bularni oldini olish, ziddiyatlarni oldini olish, kelib chiqadigan konfliktlarni oldini olish va uni chiqqanda ham qanday bartaraf etish yo'llari va usullarini biz gaplashib, bugun o'quv seminarlarida shularni tatbiq qilish niyatidamiz. Barcha o'sha direktorlar bilan biz munozarali qilib bu seminarni davom ettiramiz. Zamonaviy rahbar bugungi kunda qanday bo'lishi kerak degan savollarga javob beriladi. Masalan, muammoli vaziyatlarda o'quvchi, o'qituvchi yoki o'qituvchi ota-ona bilan direktor, o'quvchi, direktor, rahbariyat o'rtasidagi muammoli vaziyatlarda o'zini qanday tutish, nimalarga amal qilish, o'sha rahbarlik etikasi bor va shularda qanaqa vaziyatlardan chiqib ketish, qanaqa qilib o'sha vaziyatlarda xulosa chiqarish bo'yicha ham suhbatlar bo'lib o'tadi. Keyin shaxsga yo'naltirilgan rahbarlik, bitta shaxsga bog'lanib qolgan rahbarlik haqida tushunchalar bo'ladi. Bu tizimda qanaqa ish beradi? Demak, biz umumiy olganda rahbarning tizim me'mori sifatida qarashimiz kerakligi, uni bitta shaxsga bog'liq bo'lgan qarorlarga emas, umuman butun tizimni shakllantiradigan shaxsga, barchaning fikrini eshitadigan, eshita oladigan, tinglay oladigan va shunga qarab
xulosa qiladigan rahbarlarni shakllantirishni reja qilganmiz. Bizning bugungi missiyamiz o'zi mana biz kimni tayyorlaymiz va o'sha qanday qilib strategik reja tuzib, o'sha strategiya bo'yicha o'sha texnikumni rivojlantirish, 3 yillik strategiya bilan qanday qilib uni eng yuqori top chiqish bo'yicha munozaralar bo'ladi. Jamoadagi bo'linishlarni oldini olish. Nega bu bo'linishlar kelib chiqdi? Nega bir guruh bo'lib bu jamoa bo'linib qanaqadir nizoli holatlar kelib chiqadi va bu nizoli holatlarni oldini olish va ayniqsa o'sha guruhlarga bo'linishgacha borgan jarayonni uni oldini olish yo'llarini biz bugun ishlab chiqamiz birga. Strategiyaning mohiyati taktik vazifalarni belgilashdan iborat. Siyosat, strategiya va taktika. Bu strategik rahbarlik va boshqaruv jihatlari bilan bog'liq 3 ta mustaqil kategoriyadir. Ularning farqi shundan iboratki, strategiya tasdiqlangan va amalga oshirish uchun qabul qilingan bo'lsa, uning joriy qilinishi strategiyalashtirilgan obyektning mayog'iga aylanadi. Taktika esa strategik vazifalarni amalga oshirish bo'yicha kundalik, oylik va yillik rejalarni va ularning yechimi bo'yicha tadbirlarni taqozo etadi. Seminar yakunida ishtirokchilar bilan savol-javoblar va muhokamalar bo'lib o'tdi hamda ularning taklif va xulosalari tinglandi.